Mehribon Rabbimning mo'min va mo'mina bandalari. Mana ertalabda namozdan keyin ming qadam yurib, rosa foydali yuringlar. Namozdan keyin sog'liqlaring uchun ozgina sportni, yurishni, ayollar bomdodda turib salovatlar aytib yurishni Allohim hammasini ko'rib turishadilar. Parvardigorim sizlarga sog'lik, salomatlik berishadilar. Hozir zamonimiz to'kin, to'ylarga borsangiz shuncha narsani qo'ygandan keyin nafsning gapiga kirib, o'sha narsalarni hammasini yemanglar. Oshqozonni kengaytirib, o'zlaringni, sog'liqlaringni yo'qotmanglar. Oz xo'ram, hamisha xo'ram degan. Kam yesalaring qomatlaring buzilmaydi. O'zlaring ham qiynalmaysizlar. Mana qabristonimizni oldiga kelib qoldim. Avvalo sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning ruhlari shod bo'lsin. Payg'ambarimizning yaqinlarining, bu dunyodan o'tgan barcha payg'ambarlarimizning, ularning yaqinlarining, yurtimizni boshqargan yurtboshlarimizning, bizga ta'lim bergan ustozlarimizning, ayamizning, dadamizning avlodlarini, mana shu yerda o'tgan, jami o'tgan ketganlarni Alloh rahmat qilsin, joylarini jannatga qilsin. Jannatiy amallarni, jannatiy yo'llarni ko'rsatishlikni Allohimdan har kuni so'rayman.